Do'stlar, yaxshimisizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Bugun men Javohir aka bilan Minecraft o'ynaymiz. Bo'shaganni o'yladimmi nima? Mana shu yerda ekanman. Xo'sh, Javohir aka bilan Minecraft o'ynaymiz. Yozuvlar ko'rinyapti. Xo'sh, biz bugun aynashga chiqqandik, ya'ni sayohatga Javohir aka bilan. Javohir aka, salomlashib qo'ying do'stlar bilan. Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, salom alaykum qilib oldik. Va biz yaqingina qolganimizda kech tushib qoldi, biz uxlamoqchi edik. Yoting Javohir aka. Ukamiz bilan qilib uxlash kerak do'stlar. Endi yotoqlarni sindiramiz, okey? Ketdik. Go'sht tushib qolibdi. Sizlar meni nimadan bilmadim. Javohir aka. Ketdik. Uyda obzor qilishimiz kerak edi bugun. Esizdami? Da. Yotog'ni sindirdingizmi? Bu yerga yana kelamiz, ketdik. Davay uyga kema bilan ketamiz. Kemani esimdan chiqib qoldi, olib kelish. Yasab berishim mumkin, lekin to'xtab turing. Bo'ldi, ketdik. Ketdik, piyoda tezda boraveramiz. Sakrab. Qorningiz och qolmadimi? Yo'q. Sal qoldi. Bizning uylarimizdan biri ko'rindi. Voy, aka boqar biling. Portladi. Xo'sh, ketdik. Uylarni obzor qilamiz. Biz yasagan uylar mana shulardan biri. Yana ikkita bor buni tashqari. Javohir aka. Birinchi qaysi uyda obzor qilamiz? Mana mushmushanga qotib qolganida siz ayting. Sar uyda. Olmoslikmi? Sar uyda. O'zlaridan bo'lsin. Ketdik. Xo'sh, mana bu yerda yotoq va bu yer nima desangiz, bu yerni oxirida obzor qilib o'tkazib ketamiz. Versak va pechkalar bor. Svitlarni aka, svitlarni bitta yoqib ko'rsatib bering. Svitni mana svit. Qani? Burchakda svitlar mana. Svitlarni bu akam qo'ymalarda men qo'ydim. O'shanga chaldim. Ketdik, ikkinchi xonani ham ko'raylik. Ovqat solganingiz yaxshi. Ketdik. Bu yerda ham bir kishi yashasa bo'ladi. Voy, yotog'ini olib ketgandim. Kechirasiz. Yotog'ini olib ketgandim shu yerda. 3-qavatga ham bitta ko'tariladi. Bu yer omborxona, aka? Shunaqa. Ketdik. Yaxshi. Endi qaysi uyda kontakt qilamiz? Aka? Qaysi taxtali yo loyli? 2 etajlikdimi? Taxtali. Ketdik. Buni menga yoqqan tarafi, bo'g'dagi eshik, menga yoqqan tarafi balkonni. Aka. Voy, so'mayapman, nima bo'ladi? Bu yerda ham richay bor do'stlar. Buni ham oxirida ko'rsataman. Like, obuna esingizdan chiqmasin. Uylarimizga 1 dan 10gacha baho berasiz, aka? Sizga qaysi uy yoqdi? Menga yoqqan ana shu. Menga ham shu yoqdi. Oldi sandiqlarga hech so'yamiz yo'q. Yuring, ikkinchi etajga kiramiz. Wow, birinchi uyni mana bu rasmga ko'zim tushdi, aka. Mana shu. Zo'r ekan-a? Yo'q, zo'r. 4 bor ekanmi, ko'rayman. Yaxshi, mana balkoni, wow, aka, dahshat ko'rsiz lekin bu yerda. Dahshat, versak. Mana xonalarni ko'rsatib turay. Bu yerda versak va pechkalar. Ketdik aka, endi loyli uyni ko'rsatam. Obzor qilib o'tamiz. Ketdik. Dikko eshik yopib. Ketdik aka. Ketdik. Ko'chaklarni cho'qan aka. Voy,
Eshik bor deydi-ku. Oching. Xo'sh, bu yer ham yotoq qo'yilgan. xo'sh, bu yer ham eng zo'r joy ana shu yer. Lekin bu yer menga yoqmadi. Nimasi zo'r deyishingiz mumkin? Aka, bu yerda zo'r joyni siz ko'rsatib bering. Bu joyi Aka, ko'rsating. mana bu yer. Qani, Keling. berib. Bu Dahshat. Voy, aka! O'zingiz qurdingizmi? albatta. Voy, ukam. Bu nima taxtizmi? O'tirib ko'ring. Dahshat qilvorsiz lekin aka. Yo'qqanlarga like bo'lsin. Sizlar kommentariyada uyimizga 1 dan 10 gacha baho bering. Yo'q ekan, nimalarsiz bu? Oltin olmasi bor ekan, yopam 3 ta. Yo 8 ga. Yurem? Dahshat ekanligi. Yuring, bu yer qayerga qaytadi aka? Aka. Bu yer ketdik. Ay, mavcha. Ye, tushdi. Knopka qilgan momentlarni. Knopka yaxshi ko'rasizmi? Sakrab yursam bo'lar ekan 3 qavat. Qo'qa. Qo'qa. Qanaqa qil? Hey, izlarimiz. Sariqga keldik. Yo, do'stlar. Biz nahotki shu yerga keldik. Yuring qani aka. Ketdik. Yana bitta yo'lak bor, cho'qi yashilmi nimadir. Yuring. Shi. Keshuram. Tushing o'zi. Voy, tushurma. Shunga tushib ketdilar. To'xtab turing, meni kuting. Ketdik. Kiring. Kirmayapti. Ko'ksimir o'rganda aka. Yetdi. Voy, o'ran. Bu yer qayerga ketirar ekan? Taxtaliga ketirar. Yo, aka. Tushunmagandim lekin bunaqa isiz o'tiz borligini. Aka, do'stlar, agar sizga yo'lak yoqqan bo'lsa, like bosing va fikringizni izohlarda bildirib keting. Bugun sizlar bilan Jonibek va Javohir uylarni obzor qilib ko'rsatishdi. Aka? Xo'sh, do'stlar, sizlar bilan xayrlashmaymiz, shunchaki omon bo'ling deb qolamiz. Bundan zo'rroq videolarni ham chiqarishga harakat qilamiz, aka? Xo'sh, sog' bo'linglar.